Assalomu alaykum. Sizlar bilan biz kogiziya va uning ahamiyati haqida gaplashamiz. Kogiziya bir xil jinsli, qattiq yoki suyuq jismlarning molekulalar ta'sirlashuvi natijasida yaxlit jism bo'lib birkishi. Molekulalar aro masofa oshgani sari kogiziya kuchi keskin kamayadi. U gazlarda juda kichik, qattiq jismlarda yetarlicha katta. Kogiziya jismning mustahkamligini ifodalaydi. Qattiq jism parchalanganda yoki maydalanganda yoki suyuqlik sochilganda kogiziya teskariga jarayon sodir bo'ladi. Suv kogiziyasi. Biror marta shishaning eng pastki qismiga suv to'ldirib, asta-sekin bir tomchiga qo'shib ko'rganmisiz? Suv toshib ketishi oldindan shisha ustiga gumbaz kabi shaklni hosil qiladi. Ushbu gumbazga o'xshash shakl suv molekulalarining kogiziya xossasi yoki birining boshqasiga yopishib olishga moyilligi sababli hosil bo'ladi. Kogiziya molekulalarining bir turga boshqa molekulalarni o'ziga tortishi bo'lib, suv molekulalarida bir-biri bilan vodorod bog'larini hosil qilish xususiyati tufayli kuchli kogiziya kuchlari mavjuddir. Sirtarangligi. Suyuqlikka biror kuch yoki bosim berilganda suyuqlik o'z yuzasini saqlashga urinishidir. Sirtarangligini saqlash uchun kogiziya kuchlari javobgardir. Suv yuzasida molekulalar suyuqlik ichida suv molekulalari singari qo'shni molekulalar bilan vodorod bog'lari hosil qiladi. Biroq ular bir tomonda havo bilan ta'sirlashganligi tufayli bog'lanish hosil qilish uchun ularda qo'shni molekulalar kamroq bo'ladi va shu sababli ular o'zlarida mavjud qo'shni molekulalar bilan yanada mustahkamroq bog'lar hosil qiladi. Sirtarangligi suvni sharsimon tomchilari hosil qilishiga sabab bo'ladi va agar qog'oz parchalari yoki igna kabi mayda buyumlar suv yuzasiga ehtiyotkorlik bilan joylashtirilgan bo'lsa, sirtarangligi ularni ushlab turishga imkon beradi.